Yo, barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana shu eramizda ko'rishgan do'stlar. Yana boshlandi. Bugungi videoda kechagi videoni ikkinchi qismi do'stlar. O'sha videoni ko'rsalar uchun bo'lasizlar. O'rtoqlar, ko'rdilarmi? Men to'g'risi ko'rib turganimda realni qo'rqib ketdim. Sizchi qo'rqdingizmi? Ozgina bo'lsa ham kommentariy yozib qoldiring. Xo'p, o'rtoqlar, qaranglar. Bu videoni davomi ham bor. O'z onasi oddiy kamerada xonani kirib tekshirgan. Ko'rsataymi, ko'rsatmaymi, nima deb o'ylaysizlar? Bilaman, hozir yo'q desam 60% odam meni so'kadi, yomon ko'rib qoladi. Men qolgan nimalarga o'xshab buncha like bo'lsa ko'rsataman demayman. Men sizlarga ko'rsataman, hoziroq ko'rsataman. Faqat bitta iltimosim bor. Hoziroq pauza qilasiz. Shuni like, podpiska bosib qo'yasiz и kommentariy yozasiz. Va men sizga ko'rsataman shu videoni. Kelishiga ishondim sizga. Xo'p, o'rtoqlar, birinchi videomizning davomi bemalol ko'rishingiz mumkin va yana bitta narsani eslatib o'tib ketay. Farzandlaringga xushyorroq bo'linglar, yolg'iz qoldirmang, iloji boricha. Biz boshladik. Ребенка. Они верят, что что-то заманило ее игрушкой и затащило под кровать. После этого мать закрыла на замок. Mabodo ruschani yaxshi bilmaydiganlarga tarjima qilib o'tib ketaman, nima deganini. Xo'p, bu videoda hozir aytayaptiki, ota-onasi o'zi alohida kirib tekshirib ko'ribdi. Nima bo'lganini, ularning o'ylashi bo'yicha farzandini nimadir o'ziga jalb qilgan, tortgan. Shu narsani aniqlash uchun video qilib internetga joylashgan. Ko'ramiz. Эту комнату, через несколько дней она сделала это. 2-3 kundan keyin mana shu videoni olibdi. Odamlar mendan so'rayapti, shu xonaga qaytib kirdilarmi, tekshirib ko'rdilarmi? Kravatda nima bo'lgan ekan deb odamlar so'rab kommentariy yozgan ekan. 2 kundan keyin shu xonaga kiryapti. Kamera bilan birgalikda. Men bu yanimda aka shuni 50% rasprodajdada uyni sotib olib ketib olgan bo'lardi. Bo'pti, ko'ramiz. Kravati kamerada umuman boshqacha tasavvur qildim xonasini. Mana shuni ichidan chiqqan. Juda ham qo'rqyapman hozir deyapti. Shu ochmasa nima bo'lar ekan-a? Xo'p, hozircha hech narsa yo'q. Ko'rdim men bo'ldi. Endi kellar suryapti. Qorong'ulik. Hech narsa ko'ringani yo'q hozir. Shuncha g'alati bo'lib ketdi. Qoch. Она фиксирует это. Жуткий ребенок, лежащий под Agar mana shu videoni boshiga qaytarsaling, eslangda bo'lsa, o'ng tomonda chekkada qo'g'irchoq turadi. Shu qo'g'irchoq kravat tagida paydo bo'lib qoldi. Знает, что его видят. В ужасе мать выбегает из комнаты в паническом безумии. Естественно, силуэт ребенка через некоторое время исчез. Самый главный вопрос: что это за жуткий ребенок скрывается под кроватью? И что затащило девочку? Erkecha gap, hozir men rol o'ynaganim yo'q, rostdan g'alati bo'lib ketdim. Bu joyigacha ko'rmadim men. Qimirlayapti, odammikin u? Скрывается под кроватью. И что затащило девочку под кровать? Qo'rqdilarmi? To'g'risini aytaman. O'rtoqlar, men hozir nimadir deyishni to'g'risi bilmayapman, shokdaman. Men birinchi qo'g'irchoq deb o'yladim uni, lekin sekinlashtirgan videoda ko'rsatdi. Qimirlayapti. Realni qimirlayapti. O'zlaring boshqatdan bitta videoni orqaga qaytarib ko'ringlar. Boshida qo'g'irchoq bir chekkada turibdi, 2 kundan keyin kravat tagida paydo bo'lib qolyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Men to'g'risi ishondim bu videoga. Kommentariy yozib qoldiring. Siz ishondingizmi, yo'qmi? Men bitta o'qib chiqaman. Like va podpiska esdan chiqmasin. Biz keyingi videoga o'tamiz.
Xo'p, o'rtoqlar, ko'ryapsizlar, harakat qilib har 2 kunda video chiqaryapmiz. Podдержка qilib hozir bitta like, bitta obuna bosib qo'ying. Hamda Telegram kanalimizga obuna bo'ling. U kanalimizda oldindan qanaqa video chiqishi, yangi video chiqishi bilan sira tashlanadi. Bizda ikkinchi video ko'rishingiz mumkin. Bizda ikkinchi video bu ham kameraga chiqib qolgan. Yosh qizcha o'zini o'ynab o'tirgan videoga olib turganda mana shu holat yuz beradi. Ko'ramiz. Una rosita, igual que el cuchillo mostré al principio. No sé si lo mostré al principio. Y este tenedor. Nimadir bo'ladi hozir? Perdón, se está cayendo todo. Dos cuchillos iguales. Pues, las tacitas. Tengo esta tacita, rosita, y esta tacita. И Ko'rdilarmi? Como asfixia. Qizcha hozir bunchalik e'tibor bermadi. ¿Sí? Qo'li ko'tarildi. Mana bu ham bor, aka. Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi videomizga qarab baho berasizlar. Yozib ketinglar kommentariya. Men ishonmadim to'g'risi. Sizchi, ishondingizmi yo'qmi? yana ishonmadim. Men chekkadan istaylab qo'ygan. Ketdi. Xo'p, o'rtoqlar, bizda 3-video ko'ramiz. Agar mana shu videoda 500 ta like, 500 ta obunachi kelsa, xuddi shunaqa tashlandiq joyda 24 soat yashab beraman. Siz podдержка qiling, men shu videoni chiqaraman tez kunda. Bitta like, bitta podpiska. Shunaqa zo'r kontent bo'ladi, o'sha yerda videosi. Xo'p. Tashlandiq uyda videoga olyapti, sekin-sekin har xil xonalarga kirib. Baland o'tib ketdi. I'm surprised this barn is still standing despite how old it is. What the hell is that? Nimadir meni kuzatyapti. Nima bu deyapti? So'kinyapti. Fuck. What the fuck is that? Yana bir marta so'kinyapti. Nimadir meni kuzatyapti. Nima bu? Sizlar shunaqa videolar ko'p bo'lishini xohlasalar, like va obuna bo'lishni unutmanglar. Qani ketdik unda. Emotsiya bildiryapti, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Men bu ham nayli ketaverardim. Seriozlik bor. Nima zararlar ekan o'sha joylarda yurib. Крис был совершенно напуган. Где-то не слишком далеко от него слышны жуткие Xo'p, звуки. o'rtoqlar, Понятное дело, ko'rdilar, он hali начинает davom bor bu волноваться, videoni. хотя не ясно, что Hozir. это было. Далеко от него слышны Bu жуткие звуки. shovqinlashtirilgan deyapti. Hozir Хотя не ясно, что ikkinchi qismiga o'tadi. Кажется, Что, более чем чем корень вероятно, ямусы, что шана эта кураса. стая койотов выла коллективно. Независимо от того, койот или нет, Бурля, внезапные вопли, бурля. доносившиеся с темного поля, были опасны. Позже происходит еще Mana, хуже. ikkinchi qismiga Он keldik. резко остановился. Смотрите. Ovozni eshitdinglar? I keep hearing something. It sounds like it's following me. Mani nimadir kuzatyapti deyapti. O'rmonni ichiga kiryapti. Diqqat bilan ko'ringlar. Nimadir turibdi deyapti. Ko'zini ko'ringlar, ana ko'zi. Yo'qib qoldi ko'zi. Something's over there. Nima deb o'ylaysan? Nima bo'lishi mumkin? Похоже на пару светящихся глаз, появляется вдалеке. Кажется, оно смотрит на Криса и прячется за высокой травой. Оно как будто готовится напасть. Крис сразу понял, что это Xo'p, o'rtoqlar, nima deb o'ylaysizlar? Men
emotsiyamni ataylab bildirmayapman. Sababi sizlarning fikrlaringni eshitmoqchiman. Yozinglar kommentariya, rostmi yolg'onmi? Men hamma videoda kommentariyalarni bitta-bitta o'qib chiqaman. Top 1, top. Va videomiz shu joyda yakunlanadi. Yana video oxiri eng dahshat boshqa Top. video yo'q mana. Uzr, hayajonlanib ketyapman. Mingta bo'lgan. Videomiz yoqqan bo'lsa like va obuna bo'lishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.